Men Tojibo'va Usmonova Medetova Akmola oblasining etnomadaniyat o'zbek etnomadaniyatining boshlig'i bo'lib ishlayman. Bizning etnomadaniyatimiz 2008-yili mana shu Do'stlik uyida ochildi. Bosh prezidentimiz Nursulton Nazarboyev Abisho'g'li kelib o'zlari ochib bergan. Shu vaqtdan beri ishlab kelyapmiz. Menga 2015-yil bu taklifnoma tushdi. 2015-yildan beri boshqarib kelaman. Bizlarning diasporamiz hamma yoshlarni yig'ib, hamma shu yerda Akmola oblasidagi do'stlarimizga o'zimizning madaniyatimizni, o'zimizning oshpazligimizni ko'rsatish niyatida har yili o'tkazamiz. Благотворительный aksiyalar bo'lib turadi bizlarda. Men mana shu prezidentimizning qo'llovi, boshqa institutsiyamizning naqalarini hammasini qo'llagim keladi. Yoshlarimizga shu narsalarni ko'rsatib yetkazgim keladi. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deyman. Agar yurtimiz, elimiz tinch bo'lsa, do'stligimiz oshaversin, do'stlik bo'lsa, tinchlik bo'ladi deb o'ylayman. Hamisha hammamiz eson-omon yuraveraylik.